Umuman olganda, qabul jarayonimiz bu yil 1-maydan boshlandi. Ya'ni, bizni kol markazida agentlik xodimlari, ya'ni alohida shtab tashkil etilib, 1-maydan boshlab ota-onalarning turli savollariga javob berish uchun kol markaz tashkil etildi va bu kol markaz 1-maydan 1-oktyabrgacha o'zini faoliyatini olib boradi. Kol markazida bizni xodimlarimiz sutka davomida kelib tushgan murojaatlarga telefon orqali javob berishadi va bugungi kunga qadar 100 mingga yaqin murojaatlar kelib tushdi qo'ng'iroq orqali va ular barcha qo'ng'iroqlarga javob berib borishadi. Kol markaz xodimlari ertalab soat 9 dan ishni boshlab, kechki 18:00 ga qadar faoliyat olib boradi va 18:00 dan keyin kelib tushgan qo'ng'iroqlar bizda yozib olinadi va ular ertasi kuni ish vaqtini boshlagandan o'sha bir kun oldingi yoki bo'lmasa o'sha 18:00 dan keyingi amalga oshirilgan qo'ng'iroqlarda bilan tanishib va ularga o'zlari aloqaga chiqib, qo'ng'iroq qilib savollarga javob beradi va ularni yakunlagandan keyin yangi kunda kelib tushadigan qo'ng'iroqlarga javob berishni boshlaydi. Agentlik tizimidagi maktablarga hujjatlar qabuli 15-maydan boshlandi. Ya'ni agentlik tizimidagi ixtisoslashtirilgan ijod, milliy dastur, prezident iqtidorli farzandlari milliy dasturi, Al-Beruniy nomidagi xalqaro maktab internatiga hujjatlar qabuli joriy yilning 15-may kunidan boshlandi va bu hujjatlar qabuli jarayoni 4-iyunga qadar davom etdi. Bu yil agentlik tizimidagi maktablarga 500 mingga yaqin hujjatlar kelib tushdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 160% ga oshdi. Ya'ni o'tgan yil 300 mingga yaqin talabgorlardan hujjatlar kelib tushgan bo'lsa, bu yil o'sha yildan yilga agentlik tizimidagi maktablarga ota-onalarning qiziqishini ortishi hisobiga bu yil 500 mingga yaqin hujjatlar kelib tushdi. Hujjatlar qabuli jarayonida operatorlar tomonidan hujjat kelib tushgandan so'ng 24 soat ichida hujjat topshirgan talabgorga SMS xabarnoma yuboriladi. Ya'ni hujjatingiz kelib tushdi, 24 soat davomida hujjat o'rganilib, qabul qilinganligi yoki rad etilganligi to'g'risida javob boradi. Agar rad etilgan taqdirda bu hujjatni ota-ona qayta tahrirlab, foto surati sifatsiz bo'lishi mumkin yoki uni ma'lumotlari noto'g'ri yuklangan bo'lishi mumkin. Shunda ota-ona qayta ma'lumotini to'g'rilab bizga hujjatini yuborishi mumkin. Umuman olganda hujjatlar qabuli yildan yilga takomillashtirib borilmoqda. Ayniqsa bu yil bu hujjatlar qabuli raqamlashtirildi hamda soddalashtirildi. Buni biz aytadigan bo'lsak, o'tgan yillar davomida 4 bosqichli hujjat topshiriladigan bo'lsa, bu 3 bosqichga tushdi. Ya'ni dastlab ota-ona ro'yxatdan o'tadi, ya'ni o'zini pasport jishirini ma'lumotini yuklatgandan keyin o'sha hukumat FXDIO bazasidan ota-onaga tegishli ma'lumotlar yuklab olinadi hamda u farzandini ham tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomasini jishiri yoki serial raqamini kiritsa bazaga, bu farzandi to'g'risidagi ma'lumotlar ham kelib chiqadi hamda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining bazasidan uni ta'lim olayotgan sinfi to'g'risidagi ma'lumotlar yuklanadi va shu bilan birgalikda o'zini mobil telefoni orqali farzandini talab darajasida rasmga tushirib, o'sha rasmni joylashtiradi. Bu ancha soddalashtirildi bu yil. Shuning uchun ham hujjatlar qabuli bo'yicha muammolar keskin kamaydi bu yil. O'tgan avvalgi yillarda hujjatlar topshira olmagan ota-onalardan juda ham ko'plab murojaatlar kelib tushardi va ularga hujjat topshirishda ancha-muncha o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'lardi, muammolar yuzaga kelardi. Bu yil esa o'sha raqamlashtirilgan evaziga ancha soddalashtirilib, murojaatlar ham keskin kamaydi. Shu bilan birgalikda Prezident maktabiga boshqa maktablarga nisbatan bitta hujjat ko'proq ortiqcha topshiriladi. Ya'ni bu o'quvchini ta'bili. Ya'ni Prezident maktabida o'quvchining matematika va tabiatshunoslik fanlarida yillik baholari 5 bo'lishi kerak. Shuning uchun u avvalgi vaqtlarda bu tabelani maktab direktori tomonidan tasdiqlatib, undan keyin PDF variantini joylashtirar edi. Bu yil esa Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining o'sha kundalik.com bazasidan ota-ona elektron shakldagi tabelani yuklab olib joylashtirish mumkin. Bu ham ota-onalarga ancha yengillik
keltirmoqda. Hozirgi vaqtda demak ijod umuman olganda prezident hamda xorijiy tillarga ixtisoslashtirilgan maktab internatdan tashqari barcha maktablar uchun hujjatlar qabuli 4-iyunda yakunlangan bo'lsa, prezident maktabi hamda o'sha xorijiy tillarga ixtisoslashgan maktablarga hujjatlar qabuli 25-mayda boshlandi hamda bu jarayon 14-iyunda yakunlanadi. 14-iyunda hujjatlar qabuli yakunlangandan keyin agentlik asosan kirish imtihonlari o'tkaziladigan binolarni imtihon jarayoniga tayyorlash masalasi bo'yicha shug'ullanadi. Ya'ni ertaga dushanba kuni to'liq agentlikning aksariyat xodimlari o'sha imtihon jarayonini tashkil etishga biriktirilgan xodimlari hududlarga chiqib ketib, borib binoning tayyorgarlik holatini o'rganishadi. Ya'ni hukumat tomonidan belgilab berilgan bayonnomada kirish imtihonlari o'tkaziladigan binolar asosan hududiy hokimlik tomonidan tashkil etilishi lozim. Ya'ni hududiy hokimlik o'sha belgilangan binolarga kerak bo'ladigan parta stullarni hamda binolarni sovutib turish uchun konditsioner uskunalarini o'rnatadi. Shu bilan birgalikda Uztelekom hamda o'sha Ichki ishlar vazirligi huzuridagi xavfsiz shahar tashkilotlari kameralar o'rnatadi, internet tarmoqlarini u yerga ulaydi va hozirgi vaqtda aynan o'sha jarayonlar ketmoqda. Shuning uchun ham agentlik xodimlari keyingi haftadan to'liq o'sha hududlarga chiqib, hududiy hokimlik, Uztelekom hamda xavfsiz shahar hududlaridagi bo'limlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar o'rganiladi. Ya'ni bino imtihon jarayoniga qanchalik tayyor. Agar qanaqangidir muammolar yuzaga keladigan bo'lsa, joyida o'sha mahalliy hokimliklar bilan birgalikda bu muammolari bartaraf etadi. Yuqorida aytib o'tdim, bu yil agentlik tizimidagi maktablarga hujjatlar soni keskin oshdi. Ya'ni hali aytib o'tganimdek 500 mingga yaqin hujjat kelib tushdi va bu yil hukumat topshirig'iga asosan prezident maktablarining kirish imtihonlari bir smenada tashkil etilishi belgilandi. Ya'ni bu o'tgan yil 2 smenada bo'lgan, undan avvalgi yillar 3 smenada tashkil etilardi. Mana bu prezident maktabining imtihonlari bu yil 1 smenada tashkil etilishi hisobiga, ya'ni hozirgi vaqtda prezident maktabiga 60 mingga yaqin hujjatlar kelib tushgan bo'lsa, mana shu 60 mingga yaqin o'quvchi farzandlarimiz bir vaqtning o'zida, bir smenada test imtihoniga kirish kerak. Bu juda ham katta kontingent, juda ham katta sig'im. Ya'ni o'tgan yillar davomida biz bir smenada 30 ming sig'imga ega bo'lgan 50 dan ortiqroq binolardan foydalanib kelgan bo'lsak, bu yil bir smenada o'tkazishimiz hamda o'quvchilar soni, hujjat topshirgan o'quvchilar soni keskin oshganligi munosabati bilan bu yil biz 60 mingta sig'imli binolar, ya'ni 129 ta bino tayyorlayapmiz. Bu o'tgan yilga nisbatan 2 baravardan ham ko'p bino va 2 baravardan ham ko'p sig'im. Bu juda katta ish hisoblanadi. Shuning uchun biz bu yil binolarni sonini ko'paytirdik va binolarni kirish imtihoniga tayyorlash jarayonlarini ancha erta boshladik. Chunki bu juda ham katta mehnatni talab etadi. Bu faqat agentlik bilan bog'liq masala emas. Hali yuqorida aytganimdek, binoni tayyorlash bu hududiy hokimliklar, hududdagi o'sha turli xil tashkilotlar bilan hamkorlikda tayyorlanadi. Bu juda katta protsess hisoblanadi. Shuning uchun agentlik bu yil ancha erta o'sha imtihon jarayonlariga tayyorgarlik ishlarini boshlab yuborgan. Kirish imtihonlariga kam vaqt qoldi. Tabiiyki, ota-onalarda bugungi kunda qo'l markaziga kelib tushayotgan murojaatlarning aksariyati aynan kirish imtihonlariga tegishli bo'lyapti. Ya'ni imtihon qaysi kuni o'tkaziladi, qaysi binolarda o'tkaziladi yoki bo'lmasa imtihon nechta fandan bo'ladi, qaysi fanlardan va nechta savol tushadi. Umuman olganda imtihonga tegishli bo'lgan savollar hozirgi vaqtda qo'l markaziga ota-onalar tomonidan yog'ilib kelmoqda. Bu bo'yicha qo'l markaziga ma'lumotlar berilgan, qo'l markaz ularga javoblarni berib boradi va shu bilan birgalikda biz agentlikning ijtimoiy sahifalarida bosqichma-bosqich har kuni o'sha kirish imtihonlariga tegishli bo'lgan ota-onalarni qiziqtirayotgan savollarga biz javoblar berib boryapmiz. Ya'ni u yerda ma'lumot sifatida, video rolik sifatida hamda infografikalar sifatida o'sha ota-onalarni qiziqtirgan, ya'ni
kirish imtihonlariga tegishli bo'lgan savollarga javob tariqasida biz e'lonlar berib boryapmiz. Albatta, biz maktablar kesimida, ya'ni Prezident, ijod, ixtisoslashtirilgan maktablarga alohida infografika tashkil etib, bunda to'liq o'sha imtihon qachon bo'ladi, qaysi fanlardan bo'ladi, nechta savollar kelib tushadi, hattoki qaysi binolarda o'tkazilishi to'g'risida va har bir hujjat topshirgan talabgorning telefon raqamiga, o'sha Ariza Pima.uz saytiga kiritilgan telefon raqamlariga SMSlar boradi. Ya'ni imtihon o'tkazilishidan 3 kun oldin unga SMS boradi. Qaysi binoda, soat nechada, qaysi smenada va o'sha binoni hattoki lokatsiyasi ham SMS ga joylashtirib beriladi. Umuman olganda, hujjat topshirgan barcha talabgor o'quvchilar kirish imtihonida imkon qadar maksimal darajada 100% ishtirok etishi kerak. Biz buning uchun barcha o'sha imkoniyatlardan foydalanamiz. Ya'ni o'sha 3 kun oldin ularga SMS boradi va shu bilan birgalikda ularni shaxsiy kabinetiga ruxsatnoma jo'natamiz biz elektron shaklda. O'quvchi demak imtihonga o'zini tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomaning asl nusxasi hamda biz tomonidan yuborilgan ruxsatnomani chiqarib, printerdan chiqarib olib borish kerak. Agar mabodo o'sha ruxsatnoma yuklanmay qolgan, o'sha 3 kun davomida nechta fuqarolar ruxsatnomani yuklab olmagan bo'lsa, bizda u ko'rinadi va biz har bitta ota-onaga qo'l markazi xodimlari aloqaga chiqib, o'zlari ruxsatnoma yuborilgan sizga bu ruxsatnomani yuklab olishingizni iltimos qilamiz deb, biz imkon qadar o'sha 100% talabgorlarni imtihonga ishtirok etishini ta'minlash harakatini qilamiz. Umuman olganda, hali yuqorida aytib o'tganimdek, bu yil 129 ta binoda test o'tkazilishi rejalashtirilgan va bu binolarda Xavfsiz shahar tomonidan, Uztelekom tomonidan maxsus o'sha kameralar o'rnatiladi. Internet tarmoqlari ulanadi va mana shu kameralar orqali barcha fuqarolar o'zini mobil telefoni orqali test jarayonini onlayn o'sha yerda o'zida kuzatib boradi. Ya'ni test 26 sayti orqali ular har bitta binoda tashkil etilayotgan imtihon jarayonlarini kuzatib borish mumkin. Hattoki mana shu sayt orqali u o'zini farzandini ham kuzatib o'tiradi. Qayerda o'tiribdi, qanaqangi holatda, hammasini o'sha test 26 orqali imtihon jarayonini kuzatib turadi. Bu ham o'sha imtihonni imkon qadar o'sha shaffof o'tkazilishini ta'minlaydi. Shu bilan birgalikda test jarayonlari 25-iyunda boshlanadigan bo'lsa, asosiy testlarimiz 5-iyulgacha, ya'ni 10 kun davom etadi va imtihon natijalari o'sha nizomda belgilanganidek imtihon o'tkazilgan kundan boshlab 20 kun davomida agentlikni ijtimoiy sahifalarida e'lon qilinadi. Bu imtihon natijalari, Prezident maktablarining imtihon natijalari Cambridge xalqaro tashkiloti tomonidan hamda ixtisoslashtirilgan maktablar imtihon natijalari Marshall Cavendish, ya'ni Singapurning Marshall Cavendish xalqaro tashkiloti tomonidan o'rganiladi va shakllantiriladi. Dastlab ularni saytida e'lon qilinadi va biz ular shakllantirgan ro'yxatni agentlikni ijtimoiy sahifalarida e'lon qilamiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu yil umuman har yili agentlik tizimidagi maktablarga farzandini o'qitish istagi tug'ilayotgan ota-onalar soni keskin oshib bormoqda. Hali sizga aytib o'tdim, bu yil 500 mingga yaqin o'quvchilar hujjat topshirgan. Bu agentlik tarixida hali bo'lmagan. To'g'ri, agentlikni qisman maktablar soni ortib boryapti, lekin bu ko'rsatkich baribir o'sha ota-onalari agentlik tizimidagi maktablarda farzandini o'qitish istagini ortib borayotganini ko'rsatib turmoqda. Lekin kvota chegaralangan, ya'ni qabul kvotasi maktabni sig'imidan kelib chiqqan holda aynan raqam belgilangan, ya'ni qaysidir maktabga bitta sinfga 24 nafar o'quvchi qabul qilinadigan bo'lsa, qaysidir maktabga 24 nafar, qaysidir maktabga 48 yoki 72 nafar o'quvchilar qabul qilinishi belgilangan. Undan ortiq qabul qilish imkoni yo'q. Shuning uchun bu kimgadir nasib etadi. Kimgadir ming afsuski, keyingi yil o'sha bo'sh o'rin mavjud bo'lsa, shunga topshirish mumkin bo'ladi. Lekin biz kuzatib turibmiz, har yili ota-onalar hattoki 2-sinfdan boshlab, 3-sinfdan boshlab o'sha 5-sinf uchun qabul qilinadigan maktablarga yillar davomida farzandini tayyorlayapti. Bu tabiiyki
ota-onadan yaxshigina mablag' sarflanyapti bunga va katta e'tibor berilyapti farzandiga. Lekin hali aytib o'tganimdek, qabul sonlari, kvotalari chegaralangan, kimgadir nasib etadi. Shuning uchun men shu fursatdan foydalanib barcha ota-onalarga o'sha farzandini yaxshi niyatlar bilan yillar davomida tayyorlab kelayotgan ota-onalarga hamda ularni farzandlariga omad tilab qolaman. Har bir ota-ona o'zini farzandini kelajagini albatta o'ylaydi. Bu yildan yilga ta'limga bo'lgan e'tibor barcha oilada kuzatilyapti. Shuning uchun hamma ota-onaga hamda farzandlariga men omad tilab qolaman. Agar ota-onalarda yana o'sha kirish imtihonlari yoki agentlik tizimidagi maktablar borasida savollar bo'ladigan bo'lsa, agentlikning 1206 qisqa raqamiga, ya'ni tashkil etilgan kol markaziga murojaat qilish mumkin. Agar yuqorida aytib o'tganimdek 18:00 dan keyin, ya'ni kol markazi faoliyati tugagandan keyin ham agar murojaat qiladigan bo'lsa, bu murojaatlarning hammasi, yana qayta aytib o'taman, yozib olinadi bizda va kol markaz ertasi kuni kelib birinchi ishini o'sha 18:00 dan keyingi bo'lgan murojaatlarga qayta o'zlari aloqaga chiqib, murojaat qilib, o'sha ota-onalarni qiziqtirgan savollarga javob beradi. Shuning uchun bemalol agentlik tizimida tashkil etilgan kol markaz, ya'ni 1206 qisqa raqamiga telefon qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin.